Qizilo'li terlashga qarshi naborda bemalol ayta olaman. Kremi bo'ladi. Espresso o'sha mashhur Silisakson ismdan xarid qilayotgan mahsulotni man sizlarga uy sharoitida teppa-tekinga o'rgatib qo'yaman. Sostavni opisiyanida qoldiraman. Qizlar, mani podдержка qilishni unutmanglar. Qo'llab-quvvatlab tursanglar. Kimdir qaysidir organikchini rekladan chiqib qolsam, yana manga vaqt ajratib negativ yozadi va men undan juda ham xursand bo'laman, chunki o'sha organikchi menga negativ yozish uchun vaqt topadilar. Eng glavnisi qizlar, mani retseptlarim, mani sostavlarimni muhokama qiladilar. Men bundan juda ham xursand bo'laman, chunki men sizlarga teppa-tekinga berayotgan retseptlarim bo'yicha balki undan ham kam narsa qo'shib tayyorlab sotayotgan bo'lsalar, bozorlarni o'ldirib qo'ysam, yana meni qarg'ab yurmasizlar. O'shaning uchun qizlar maksimalniy darajada podдержка qilinglar. Bundan ham zo'r retseptlar chiqaraman. Bemalol ishlatib sinab ko'rsanglar bo'ladi. Retseptga qayta qolamiz qizlar. Achchiq tosh qo'shasizlar, achchiq tosh, glitserin, vodorod peroks 3% kelgan iliq qaynagan suv qo'shasizlar. Destillangan bo'lishi shart. Destillangan suvni ham bitta qaynatib olib, bemalol qo'shib ishlasanglar bo'ladi, chunki achchiq tosh erish kerak. Kremiga kelsak, qizlar yaxshilab idish обработка qilib olasizlar. Qizlar sinkovaya mazza, menda aptechnisi bor. Aptechnisini o'sha 4-5 ta 6 tasini olib kelib, siqib idishga solib qo'yganman. Hamma joyga anaqa bo'lib yotmasin, chochilib deb. Shu sinkovaya mazzani solasizlar qizlar. Kraxmal 1 qoshiq, kichkina qoshiqda. Qizlarlar, spirt solasizlar 70% lik, 1 choy qoshiq solsanglar yetadi. 100% ishlaydi. Oxirida olivko'ya masla solasizlar, 1 choy qoshiq solsanglar yetadi. Hamma masalani aralashtirasizlar. Aralashtirib turib toza badanga, toza oyog'iga bemalol muntazam har kuni 2 mahaldan ishlatsanglar bo'ladi. Effektlarini ko'rsanglar, tayyorlab ko'rsanglar, kommentariyada yozib ketinglar. Hamma mahsulotlar apchakada sotadi qizlar. Achchiq toshni maydalanganini olsanglar ham bo'ladi. Mana bunaqa yirigidan olsanglar ham bo'ladi. Boshda ko'rsatdim, sizlarga uni olib turib, qovunchida maydalab jigarini sug'urib olib, bemalol kokon holatga keltirib ishlatsanglar bo'ladi qizlar. Ham budjetim 3000 so'mga dunyoni achchiq toshini beradi sizlarga. Sizlarga qaysi mahsulotim qiziq bo'lsa, kommentariyada yozib ketinglar. Keyingi reelslarimda xudo xohlasa sizlar aytgan mahsulotni noldan tayyorlab ko'rsatib o'rgatib beraman.